Abu Sahiy ipodrom Bekbarakada ishlaydigan boy okalarning diqqatiga qaranglar okalar, boy akalar, zo'r variant chiqdi. Bozorga yaqin joydan, Qahramondan, Eshonguzardan pastroq tushasiz. Qahramon ipodrom postidan 4 kilometr. Xullas 760 sotu fasadini ko'rasizlar, juda ham katta. 9 ta xonasi bor. Remontlari vaqti zo'r. Ikkita oila bemalol yashab olsa bo'ladigan xonadon. Iloji bo'lsa, boy akalarga jo'natib qo'yinglar, faqat bozorda ishlaydigan emas. Mana shunaqa katta uchastka xohlayotgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar shu xonadonni yoki domni sotib, uchastka qilishim kerak deyotgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Manfaatli bo'ladi, xudo xolisa. Qaranglar akalar, tushuntiraman. Bu yoqda sex qilib qo'yilgan ekan o'zi. Bemalol yana sex qilib ishlatsangiz bo'ladi yoki yana xonalarga ajratib olsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafda 3 ta xonasi bor, hammom, tualet, oshxona, hamma shart-sharoiti bor. Bu yoq tarafda 6 ta xonasi bor, oshxona, hammom, tualet, hamma shart-sharoiti bor. Bu yoqda ham bitta doполнительный yana xona bor. Ko'ryapsizlar, zalam kichkina emas, kattagina. Undan keyin bitta detskiy xona, undan keyin spalniy, o'zini dushovой kabinkasi ham bor. Bu yoq tarafda oshxonasi ham bor. Chap tarafdagi binoga kirganimizda bu yoqda bitta yana zal bo'lyapti, kattagina razmerda. Hop, bu yoqda yana bitta xona, masalan, zalmi, nima desangiz ham, masalan, qanaqa foydalansangiz foydalanaverasiz. U yoq tarafda bitta spalniy, o'zini dushovой kabinkasi bilan. Hop, bu yoqda oshxona bor, naryoq tarafda bu yoqda yana sanuzul bor, bu yoqda yana bitta xonasi bor, ichkarida yana bitta yotoqxona bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Remontlari vaqti zo'r. Faqat mana shu etek tarafi o'zingiz uchun bitta remont qilib olasizlar. Bu yog'i bemalol kelib, mazza qilib yashab olsa bo'ladigan xonadon qarang. Juda ham chiroyli. Lokatsiyasi ham vaqti zo'r. Teshik ko'prigigacha 1 kilometrlik masofa ekan. Bemalol bu yoqdan shu bozorlarga chiqib ketsangiz bo'ladi. Yaqingina joy, sklad desangiz ham zo'r, skladga ham sharoit bor. Bemalol bozorda ishlaydigan aka-ukalar masalan molligini olib kelib joylab qo'ysa ham bo'ladi. Yaqinlarga jo'natib qo'ying, puli bor akalarga jo'natib qo'ying. Zo'r variant. 760 sotig'i ham kattagina, yaxshi chiroyli xonadon, fayzli xonadon. Aloqaga chiqaring. Remontlarini ham bitta ko'rasiz, xudo xolasa sizga ham aniq yoqadi. Xonadonimizni ko'rdinglar, narxiga keladigan bo'lsa 185 ming dollar so'ralyapti. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa katta xonadon olaman deyotgan yaqinlar bo'lsa o'shalarga jo'natib tashlaylar. Nomerlar qoladi, aloqaga chiqaverasizlar.